Yangi yil bayramida hammani hayratda qoldirmoqchimisiz? Unda ko'ring. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Tifani salatini ikkita variantini tahlil ko'rsatmoqchiman. Bu masalliqlar har bitta salatni 2 porsiyasiga mo'ljallangan. Savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiring. Bu birinchi variant. Kopchani tovuq o'rnida tabizga ko'ra mol go'shtini ham ishlatsangiz bo'ladi. Tifani salatini ikkinchi varianti. Tabizga ko'ra tovuq go'shtini ko'krak qismini qavurib bo'lib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu tovuqni okrochkasi va oddiy suvga qaynatib olingan. Juda mazali va nozik ta'mli bo'ldi. Yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keladigan yangi yillaringiz bilan yoqimli ishtaha, salomat bo'ling.